boshlashdan oldin malol ketmasa, agar mana shu qiladigan bizning mehnatimiz arzisa, bitta like va kommentariy yozib ketingizlar. Nima uchun desalaringiz, sizlarning kommentariy va like'laringiz ko'pchilik odamga tarqatishga yordam beradi va akalar, faqat bu yerga dokument bo'lishi shart. Трудовой договор ishxona tomonidan ofisial. Assalomu alaykum qadrdonlar. Assalomu alaykum. O'zim musofir yurtda yurgan dindoshlarim. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Videoni boshlashdan oldin akalar, opalar, inshaalloh bu ish arziydi. Like ga ham, kommentariyaga ham, podelitsiyaga ham. Bitta like, bitta kommentariya va mana shu videoni musofir yurtda yurgan do'stlaringiz yo qarindoshlaringizga tezda jo'natib qo'yingizlar. Ish chiqaryapmiz 120 ta odamga. İşimiz Moskva, Moskovskiy oblast, город Chexov, mikrorayon Vnukovada bo'ladi akalar. Opalar, bu yerga ham erkak, ham ayol, ham semeyniy paralarda bemalol ishga taklif qilinadi. İşimiz esa nima degan vatandoshlar uchun? İşimiz banka, solyonni sex zavodida bo'ladi akalar, opalar. Bankani ko'ryapsizlar akalar, opalar. Mana shunga tayyor solyonni bodringdek, kapusta va boshqalarni sizlar solib turasizlar, liniyaga qo'yasizlar, og'zini yopib sizlarga olib keladi. Akleyka yopishtirasizlar va korobkaga taqlaysizlar. Oyoqda turasizlar, tik. Og'ir yuk ko'tarmaysizlar akalar. Ishimiz 18 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan vatandoshlarimiz uchun bemalol mos. Soatiga 400 rubl to'lanadi akalar, opalar. 400 rubl to'lanadi. Har 15 kunda расчет. Официальный ishga taklif qilinadi. Официальный трудовой договор bilan akalar, opalar, трудовой договор qilib beradi. Официальный ish bu. 400 rubl soatiga va aytib o'tdim, 3 mahal pitaniya, yotoq joy ishxona tomonidan mutlaqo tekin. Pitaniya qanaqa degan vatandoshlarimiz uchun? Pitaniya o'sha yerda stolovida halol narsalar. Bu yerda o'zimizda hammasi musulmonlar ishlayapti. Pastda nomerni qo'yaman akalar, opalar, bemalol aloqaga chiqaman degan vatandoshlar WhatsApp, Telegram, Max ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqasizlar va kimdir ruschani bilmayman degan vatandoshlar uchun bemalol shu nomerga sizlar so'rasangiz, O'zbek aka brigadirning nomerini beradi va sizlar brigadir bilan yana o'zimiz tilda bemalol to'liq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Aytib o'tdim akalar, xodaystvo nima bo'ladi akalar? Men endi uncha tushunmayman dokument sohasiga. Xodaystvo ham beriladi ekan ishxona tomonidan. Kimdir patentini продление qilish uchunmi, bilmadim. Xodaystvo ham ishxona tomonidan beriladi. Kimga qiziq bo'lsa, inshaalloh bemalol borib ishlashlaringiz mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Poddershkani O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston poddershkani kutamiz. Qaysi davlatdan ko'p kuzatadi bizni? Bu yerga ham o'zbek, ham tojik, ham qirg'iz bemalol ishlashlari mumkin. Poddershkani kutamiz akalar, opalar. Keyingi ishimiz esa Sankt-Peterburg shahridan bo'ladi. Bemalol kuzatishda davom etingizlar inshaalloh. Xudo xolasa yana yangi videorolikda ko'rishguncha deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Jonlaringiz sog'.